Salom, xush kelibsiz. Agar siz moliya sohasida bo'lsangiz, ACCA yoki DeepIFR kabi imtihonlarga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu tahlilimiz aynan siz uchun. Qarang, har qanday kompaniyaning asosini uning moddiy aktivlari tashkil qiladi, to'g'rimi? Millionlab dollarlik zavodlar, osmono'par binolar, samolyotlar, bular shunchaki mol-mulk emas, bu kompaniyaning yuragi. Lekin buxgalter sifatida sizning oldingizda juda jiddiy savollar paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, zavod qurilishi qizg'in ketayotgan edi-yu, birdan to'xtab qoldi. Lekin bankka kredit foizlarini to'lashda davom etyapmiz. Xo'sh, bu foizlarni nima qilamiz? Ular endi shunchaki xarajatmi yoki hali ham aktivning tannarxiga qo'shilaveradimi? Yoki mana bunaqa vaziyat. Davlat sizga yangi loyiha uchun tekinga pul berdi, ya'ni grant. Ajoyib, to'g'rimi? Lekin buni darrov daromad deb hisobotga yozishga shoshilmang. Balki bu aslida bir majburiyatdir, qarz kabidir. Va yana bitta bosh qotirma. Samolyotni olaylik. Uning dvigateli juda tez eskiradi, lekin korpusi o'nlab yillar xizmat qilishi mumkin. Endi aytingchi, ularni bitta butun aktiv sifatida hisoblash adolatdan bo'ladimi yoki ularni alohida hisobga olish kerakmi? Aynan mana shunday murakkab, chalkash savollarning javobini topish uchun biz sizga juda katta bir dastur tayyorladik. Bu moddiy uzoq muddatli aktivlar hisobi bo'yicha 12 ta maxsus videodan iborat to'liq kurs. Biz bu yerda shunchaki quruq nazariyani o'rganmaymiz. Yo'q, har bir videoda real hayotiy keyslar orqali har bir detalni chuqur tahlil qilib chiqamiz. Keling, sizni oldinda nimalar kutayotganini bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lim. Dastlabki 6 ta videoyimiz buxgalteriya hisobining aytish mumkinki eng katta va eng asosiy standartlardan biri IAS 16, ya'ni asosiy vositalar hisobiga bag'ishlanadi. Birinchi videodayoq ishga sho'ng'aymiz. Cap kompaniyasi misolida aktivning boshlang'ich tannarxini noldan yig'amiz. Qaysi soliqlarni tannarxga kiritamiz u, qaysilarini kiritmaymiz? Umumiy ma'muriy xarajatlarchi, ular nima bo'ladi? Aynan shu yerda siz tannarx va oddiy xarajat o'rtasidagi o'sha nozik chiziqni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Ikkinchi videoda esa so'zma-so'z osmonga ko'tarilamiz. Boyagi samolyot misolida komponentlar hisobi nima ekanligini o'rganamiz. O'ylab ko'ring, samolyot korpusi 20 yil xizmat qilsa-yu, uning dvigateli atigi 1600 parvoz soatidan keyin almashtirilsa. Agar ularning amortizatsiyasini alohida hisoblamasangiz, moliyaviy hisobotingizda juda katta xatolikka yo'l qo'ygan bo'lasiz. Keyingi videolarda esa Binky Co va Crinkle Co keyslari orqali eng qiziqarli mavzulardan biriga o'tamiz. Bu qayta baholash. Aktivning narxi bozorga qarab oshganda revaluation surplus, ya'ni qayta baholash rezervi paydo bo'ladi. Bu nima degani o'zi? Bu kapitaldagi o'zgarish bo'lib, u to'g'ridan-to'g'ri foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotga kirmaydi. Juda qiziq, to'g'rimi? Endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Bu yerda biz IAS 20, ya'ni davlat subsidiyalari va grantlari hisobini ko'rib chiqamiz. Unutmang, tekin pulning ham o'zining bahosi va hisob kitobi bor. 7-videoyimizda Arturo Co misolini tahlil qilamiz. Aytaylik, davlat sizga yangi uskuna sotib olish uchun ancha katta yordam puli berdi. Buxgalteriyada bu vaziyatda ikkita asosiy yo'l bor. Birinchi usul, grantni kechiktirilgan daromad sifatida tan olib, uni aktivning xizmat muddati davomida, ya'ni yillar davomida asta-sekin daromadga o'tkazib borish. Ikkinchisi esa netting off usuli. Bu yerda grant summasini to'g'ridan-to'g'ri aktivning balans qiymatidan ayirib tashlaymiz. Xo'sh, qaysi biri kompaniyaning moliyaviy holatini to'g'riroq ko'rsatadi? Buni biz matching concept, ya'ni moslashtirish tamoyili orqali birgalikda hal qilamiz. Navbatdagi bo'limimiz IAS 23 standarti, ya'ni qarzlar bo'yicha xarajatlar. Yodda tuting, biznes qurish uchun olingan qarzning foizlari har doim ham oddiy xarajat deb hisoblanmaydi. 8-videoda biz Stremas Co misolida juda ayyor bir tuzoqni, ya'ni nozik bir jihatni ko'rib chiqamiz. Agar siz bankdan olgan qarz pulingizni hammasini birdan ishlatmay, vaqtincha depozitga qo'yib tursangiz, undan kelgan foizli daromadni nima qilasiz? Uni shunchaki daromad deb tan olmaymiz, aksincha, uni aktiv tannarxidan ayirib tashlaymiz. Shosh, agar kompaniyada bitta emas bir nechta har xil foizli kredit bo'lsa-chi, qurilish uchun qaysi birini puli ishlatilganini qayerdan bilamiz? Acronic Co misolida biz umumiy qarzlar uchun o'rtacha tortilgan stavkani, ya'ni weighted average rate'ni hisoblashni o'rganamiz. Bu bir nechta qarz manbalari bo'lganda kapitallashtiriladigan foiz miqdorini aniqlash uchun ajoyib usul. Wise kompaniyasi misolida juda muhim bir holatni ko'rib chiqamiz. Qurilish maydonida ish to'xtab qoldi, lekin bankka foiz to'lash davom etyapti. Bunday vaziyatda buxgalter nima qilishi kerak?
Juda oddiy. Foizlarni aktiv tannarxiga qo'shishni, ya'ni kapitallashtirishni vaqtincha pauzaga qo'yamiz va o'sha to'xtab turish davridagi foizlarni to'g'ridan-to'g'ri xarajat sifatida tan olamiz. Va nihoyat, 4-chi yakuniy bo'lim. Endi biz ko'chmas mulkning qiziqarli dunyosiga sho'ng'iymiz va IS40 investitsiya mulklari standartini o'rganamiz. 11-videodagi Lavender keysiga alohida e'tibor bering. Kompaniya bino sotib oldi, lekin unda ijarachilar emas, o'zining xodimlari yashayapti. Xo'sh, bu investitsiya mulkimi yoki oddiy asosiy vositami? Bu yerda to'g'ri tasniflash juda muhim, chunki kichik bir farq moliyaviy hisobotdagi millionlab dollarlik raqamlarni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. 12-chi yakuniy videomizda biz transferlar, ya'ni aktivlarni bir standartdan boshqasiga o'tkazishni ko'rib chiqamiz. IBC kompaniyasi o'z ofisidan foydalanishni to'xtatib, uni endi ijaraga berishga qaror qildi. Ya'ni mulk IS16 standartidan IS40 standartiga o'tkazildi. Lekin eng qiziq savol shundaki, mulkni o'tkazish kunida binoning bozor narxi ancha oshgan edi. Xo'sh, bu narx o'rtasidagi ijobiy farq, ya'ni foyda qayerga ketadi? Foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotgami yoki to'g'ridan-to'g'ri kapitalgami? Bu savolning javobini aynan shu videoda topasiz. Xo'sh, keling xulosa qilamiz. Butun bu kursning ahamiyati nimada? Nima uchun bu sizga kerak? Bu shunchaki nazariy qoidalar to'plami emas. Bu amaliyotga maksimal darajada yaqinlashtirilgan tahlil. Bu kursning asosiy maqsadi va va'dasi shuki, biz har bir videoda aniq kompaniyalar misolida har bir detalni, har bir raqamni xalq tili bilan aytganda ikir-chikirgacha tahlil qilamiz. Bu kurs haqiqiy biznes vaziyatlari, aniq raqamlar va ularga asoslangan mantiqiy yechimlardan iborat. Bu degani, siz qisqa vaqt ichida yillar davomida orttiriladigan amaliy tajribaga ega bo'lasiz. Va nihoyat, o'zingizga bitta savol bering. Siz tayyorlaydigan moliyaviy hisobotlardagi aktivlar qanchalik to'g'ri va xolis aks ettirilgan? Agar javobingizda ikkilanish bo'lsa, demak, to'g'ri joydasiz. Tayyormisiz? Unda birinchi video Cap kompaniyasi va aktiv tannarxi bilan darsimizni boshlaymiz.